o'z mutaxassisligimdan kelib chiqqan holda gap hozir shampunlar haqida bo'ladi. Mana shunaqa mikrofoncha bilan mana bir videoli odamlar ko'p blogerlarni reklamasiga ishonib, sifatsiz mahsulotga aldanib qolishyapti. Eko aloe shampuni normal va quruq sochlarga to'g'ri keladi. Tarkibida 15% tabiiy aloe, ko'k choy va romashka ekstrakti juda sezgir, quruq va normal bosh terisini yumshoq va avaylab tozalaydi. Eko argan shampuni esa sochlaringizni silliq va mayin qiladi. Argan yog'i bilan boyitilgani uchun kraska va ximikatlardan zararlangan quruq bosh terisi va quruq sochlarga mos keladi. Bu qora idishli esa Eco Black Garlic deyiladi. Menga eng yoqqanlaridan. To'kilishni boshlagan, ildizlari nimjon bo'lib qolgan sochlarni mustahkamlaydi. Ha aytgancha, shampun ustidagi chesnun rasmini ko'rib qo'rqib ketmang. Shampundan 1 gramm ham chesnun hidi kelmaydi. Eco Aloe konditsionerlari sochga yumshoq yotadi, mayinlik beradi, yaltiratadi va sochga og'irlik bermaydi. Bu yengil effektni beradi. Eko aloe shampunlari haqida sizga kerakli ma'lumotlarni berdim. Qaysi shampun sizga kerak bo'lsa, atmetka qilib qo'ygan profilimdan topsangiz bo'ladi.